Mirshod, Amerikaga sizga qanaqa sertifikatlar kerak bo'lgan? Bizni qayoqdan topgansiz o'tgan Amerikaga kelishimda birinchi bo'lib, albatta til sertifikati, ingliz tili til sertifikati kerak bo'lgan. Bulardan IELTS yoki Duolingo yoki TOEFL kerak bo'lgan. Menda IELTSim bor edi, 6,5. Yana kerak bo'ladigan narsa bu grant yutishda boshqa narsalarda SAT bo'ladi, lekin menda yo'qdi. Consulting o'zi hammasini nima qilib taxlab bergan. Shunda qancha scholarship yutgansiz, ya'ni grant? Maniki 100%. 100% grant yutgansiz, to'g'rimi? Faqat xarajatlar hozir shu yeb ichish, yotoqqa beramiz, inshuni shunaqalar. Meni kesimda IELTS olganman 7,5 ball va undan tashqari bu amerikansklarda o'zini SAT degan testi ham bor, national testi. Uni ham olib ko'rganman. Undan super skorim 1410 bo'lgan. Lekin sizga SAT kerak bo'lmagan unda kirishga, to'g'rimi? Talab qilgan. Yo'q, talab qilishi kerak bo'lmagan, ya'ni lekin recommendation bo'lgan, juda ham baland bo'yda SAT ni anaqasi, nufuzi, ya'ni SATingiz bo'lsa sizda va bali normalniy baland bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina rol o'ynaydi. Lekin u narsa optionalda, to'g'rimi? Da, optionalda. Faqatgina IELTS o'zi bilan yoki talab qilmaydi. Duolingo o'zi bilan kirib olsa bo'ladi. Qancha scholarship yutgansiz universitetga? Xo'p, meni grantim universitetga deyarli 100% va hozirda asosiy expense, ya'ni xarajatlar shu yeb ichishga va yotoqxonaga ketadi xolos. IELTSim shu 7,5 bo'lgan. IELTSdan 7,5 olganligim sababli shu IELTS bilan o'qiganman, lekin SATim ham bo'lgan menda, lekin u SATim uncha baland bo'lmagan. Shunga o'zi Amerika universitetlarida SAT ko'p talab qilinmaydi. Bu narsani test optional deydi ular. Xohlasangiz topshirasiz, xohlasangiz topshirmaysiz. U sizdan masalan majburlab universitet so'ramaydi. Yaxshi. Qancha scholarship yutgansiz shuni? Endi men shu IELTS sertifikatim bilan 100% scholarship yutganman. Kelishimdan oldin IELTSim 7,5 edi, SATdan 1440 sertifikatim bor edi. Shu ikkalasi asosiy rol o'ynab bergan. Universitetdan yaxshigina summa orqali grant yutishimga deyarli 100% grant o'qiyman hozir. Qolgan summa faqat yeb ichishda va turar joy uchun to'lanadi xolos. Bizni konsaltingni qayerdan topgansiz? Qanaqa bo'lgan bizdan? Xo'p, konsaltingni topmaganman to'g'rirog'i, chunki buni create bo'lishidan, ya'ni bu ochilishidan avval Diyor akani blogini kuzatib borardim. Undan keyin Diyor aka shu konsaltingni ochdi, 3 yildan beri kuzatib kelaman-da. Yaxshi. Demak, shu Diyor akani kuzatib, Amerikaga qiziqib, keyin kelgansiz, to'g'rimi? Diyor akani shu blogini yangi ochilgan paytdan beri kuzatib kelaman. Men o'zi Diyor akani pejlarini, Instagram sahifalarini 2023-yildan beri kuzatib borardim. U endi o'sha payt konsaltingga, o'zlarining konsaltinglariga asos olgandilar. Keyin o'sha IELTS olgandan keyin shular bilan ishlash qaroriga kelgan. Shu Diyor akani o'zi asli Real Consultingda menda vashi zo'r istoriya bo'lgan. Shunaqa men esimda o'rtog'im bilan Diyorbek aka bilan ishlashdan oldin o'zimiz topshirganmiz Amerika universitetlariga. O'rtog'im bilan shu farqi, men bu eng Amerikaning prestijniy universitetlari, men bu Harvard, Stanfordlarga topshirganmiz. Endi shuna bo'lyapti, oradan vaqt o'tdi. Biz endi regular decisionga topshirganmiz Amerika universitetlarida. O'rtog'imning javoblari chiqyapti, hammasi reject beryapti. Chunki juda ham bir anaqa kompetitiv universitetlar ular, hammani ham olavermaydi. Shu sababdan keyin mendan ham xuddi shunaqa rejektlar bo'lgan. Keyin o'ylab ko'rganman, o'sha universitetlardan rejekt olganimdan keyin menimcha Amerika menga emas deb o'ylaganman. O'sha chunki u universitetlar rejekt berdi, qolganlar ham katta ehtimol bilan rejekt beradi deb o'ylaganman. Lekin shunaqa bo'lgan, o'rtog'im o'sha decision'i chiqqanidan ertasi kuni Diyor akaning Instagramini ko'rsatyapti menga. Shu aka bilan ishlasang bo'ladi, maslahat beraman, studentlarga yordam beradi, shunaqa deb. Keyin bir payt o'sha Instagram pejini, sahifasini ko'rib o'tirganimda sizni videolaringizni ko'rganman. Siz Amerikaga kelganingizni, qanday kelganingizlarni, kelib turib qanday travel qilganlaringlarni ko'rib realni yoqqan. Keyin Diyorbek akaga aloqaga chiqqanman. Yana bitta narsa, mana shu Real Consultingdan birinchi studentlarda bo'lib kelganman. O'shandan ko'rgansiz, to'g'rimi? Da, xuddi shunaqa. Endi misol bo'lib berganman, nima shu? Shunaqa. Shu ko'rib keyin aloqaga chiqqanman. Diyorbek aka bilan o'sha polniy masalalar bo'yicha nima sertifikatlar kerak bo'ladi, protsess qanday bo'ladi, vizaga tayyorgarlik qanday bo'ladi, hammasini gaplashib, sertifikatlarimni topshirib, adashmasam shu 2024-yilda aprel oyida o'sha ishni boshlaganmiz.
Manimcha o'sha o'rtog'ingizga juda katta rahmat aytishingiz kerak. Da, Chunki da. bu- O'zi aslida bu judayam uzoq hikoya, ya'ni Aha. Diyor aka bilan Qisqacha birinchi hikoya. marta 2022-yil Ibrat kampda tanishib qolganmiz. Ha, Diyorbek aka bilan tanishsizlar. Bitta kampda bo'lganmiz. Aha. O'sha paytda tanishganmiz. Undan keyin kuzatib borganman. Konsalting ochgan. U birinchi bo'lib turib sizlar kelgansizlar. Sizlar orqalaringizdan qandaydir motivatsiya bo'lgan. O'zim ham topshirib ko'rganman boshida universitetlarga konsaltingsiz. Lekin hech qachon vizagacha bora olmaganman. Chunki normal universitet chiqmagan menga. Undan keyin Diyor aka bilan ishlashda niyat qilib birga ishlab kelganmiz. Amerika kelishingizdan oldin nimalar bilan shug'ullangansiz? Man Amerika kelishimdan oldin 2020-yil o'z maktab bitirganman. Undan keyin sразу Rossiyaga ketib olganman. Ishlagani, ko'pchilik o'ylashadi, Rossiya borib kelib, masalan, ishlab, именно Rossiya borib kelib, ishlab GPR bo'lsa, viza olish qiyin deb o'ylashadi. Lekin men Xudoga shukr, birinchi urinishda Real Consulting yordami bilan birinchi urinishda vizamni olib chiqdim Toshkentga. Necha yil gapiringiz bo'lgan? 1 yil. Qarib 1,5 yil. Yaxshi. Amerikaga kelgandan keyin qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Misol uchun Rossiyani ko'rdingiz, уже Amerikani ko'rdingiz, balki solishtirgansiz O'zbekiston uchta davlat bilan. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi yoki qanaqa farqlansangiz? Amerika bilan Rossiyani o'rtasida qiyinchilik menda uncha bo'lmadi, chunki men уже baland-pastini bilib, nima qilib, experience bor edi menda. Bu yoqqa kelishimdan avvalgi hayotim juda ham qiziqarli bo'lmagan to'g'rirog'i. Chunki IELTSga tayyorgarlik yoki SATga tayyorgarlik bilan ko'p vaqtim o'tib ketgan. Orada ozgina teaching qilganman. Teaching ozgina experience olish uchun. Ya'ni o'rgatgansiz. Ingliz tilini o'rgatganman yosh bolalarga. Biz bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Viza prosess qanaqa bo'lgan? Chunki ko'pchilik aytadi, viza ozgina qiyinroq Amerikani deyshadi. O'shani qisqacha va oddiyroq qilib tushuntirib bering. Qanaqa bo'ladi o'zi viza prosessi haqida? Xo'p, viza prosessiga keladigan bo'lsak, menda ham qiyin bo'lgan, oson bo'lmagan to'g'rirog'i. Avvalida men o'zi konsalting bilan ishlashdan avval universitetlarga o'zim topshirganman va hammasini o'tkazib olganman-da, eng qizig'i. Birinchi sababi meni IELTSim pastligi yoki boshqa bo'lmagan. Men universitet tanlashda bilmaganman. Harvard leveldagi universitetlarga shuni topshirib yuborganman, keyin 1,5 oy kutganman-da, javobi hammasi отказ chiqyapti. Keyin уже depressionda bu yog'i siqilib qolganman. Undan keyin konsalting bilan ishlashga qiziqish o'zi juda ham ko'p emas edi. Uydagilarim поддержка qilgani sababi, Xudoga shukr, ishlab mana kelib oldik bu yoqqa. O'zi viza prosessi qanaqa bo'ldi? Elchixonaga kirishlar o'sha haqida qisqacha gapiramiz. Xo'p, viza prosessi ham men birinchi marta kirishimda отказ olib chiqqanman. Undan ham u ham depression bo'lgan. Keyin yana uydagilarim anaqa поддержкasi sabab, ya'ni support sabab ikkinchi urinishimizda kirib olib chiqdik. Overall unaqa qiyin deb ayta olmayman. Yaxshi student o'zi yaxshi tayyorgarlik ko'radigan bo'lsa, bemalol olsa bo'ladi. Даже rejection ham 3 martada olib chiqqanlar ham bor. Mana konsalting bilan ishladingiz. Viza prosessi qanaqa bo'ldi? Shu haqida gapirib bering. Shu Real Consulting bilan endi vizaga tayyorlanish preparationimiz shu 2 oy muddat bo'ldi. 2 oyda полный tayyorlanib, Diyorbek akani o'zi bilan birma-bir anaqa sessiyalar bo'ldi. Individual sessiyalar bo'ldi. Ularda Diyorbek aka bizga masalan savollar berib, javoblarimizga to'liq detalniy feedbacklar berdi. Qanday to'g'ri javob berishni va viza ofitserda qanaqa qilib turib yaxshi first impression qoldirishni. Shu vizaga tayyorgarlikdan keyin esimda bor, oktyabrlarda o'sha vizaga birinchi anonimni oldim, appointmentimni oldim. Kiryapman. Endi o'sha paytda esimda bor, Adam bilan birinchi borganman. Adam men bitta motivatsiya bo'lib turib, endi menga Adam shunday ishonganlar, bemalol olib chiqasan, men senga ishonaman shuna deganlar. Lekin o'zimda bilmayman qanaqadir shunaqa ichimda xayol bo'lganki, nima o'zi turibman bu yerda, bekordan bekor vaqtimni ketkazyapman, hozir baribir kirib reject olib chiqaman deb o'ylaganman. Chunki juda qiyin. Da. O'sha Toshkentda masalan ko'plari endi odamlar shunaqa gaplari bilan mana shu miyaga influence bo'lib qolganmi deyman. Birinchi shu kirishimda mana shuna thinking bilan kirib ketib, xayol bilan kirib ketib, rostdan ham отказ bo'lib chiqqan. Birinchisida shu ikkita savol bergan, viza ofitserim ikkita savol berib turib, даже scholarshipimga ham qiziqmagan, universitetimga ham qiziqmasdan, aytib so'ramasdan menga reject berib yuborgan. Shunaqa bo'lganda, keyin chiqib kelyapman endi reject bilan. Uydagilar ayniqsa Adam ko'p ishongan bo'lgan, o'shanga ancha siqilib qolgan va Adamni siqilishini ko'rib, menda ham realni keyin ozgina o'zim ham siqilganman. Boshida shunaqa bo'lganki, Amerikadan o'zi umid qolmagan. Umuman xayoldan chiqarib yuborganman. Toshkentda ham masalan o'zimni yo'limni topib ketaman deb o'ylaganman. Lekin ikkalasi ham motivatsiya bergan. Shu yana bir marta harakat qilib ko'r. Toshkentdan bo'lmasa ham boshqa davlatdan chiqib harakat qilib ko'r, baribir o'xshab qolar ikkinchisida degan.
endi shunaqa bo'lgan, vaziyat shunaqa bo'lib qolganki, Toshkentdan yana bir marta kirishimga to'g'ri kelib qolgan. Endi ikkinchisida bu safar adam qaysidir sabablarga ko'ra qishloqqa ketib qolganlar. Buvimni ko'rgani, oyim bilan borganman. Shu ikkinchisida qanaqa kirganman, endi kirdim, agar olib chiqsam olib chiqoldim, agar отказ bo'lib qolsa yo'qotadigan hech balam yo'q. O'zi bu ikkinchi kirish Toshkentda bu mo'jiza-da, to'g'risi. Shunaqa, chunki bir marta отказ olsangiz, o'zi Toshkent katta ehtimol bilan bermaydi degan baribir shunaqa fikrlar bo'lgan. Lekin kirib chiqolman. Qarasam viza birinchi ofitserga uchraganman. Unga aytganman, "Sen bilan yana shunaqa viza qilgandim, intervyu bo'lgan" deganman. Keyin boshqasiga o'tganmanda, boshqasi boshqacha kutib olgan. Shunda mana vizaga kirganingizda bundan oldingi qilgan ofitseringiz bilan boshqa tushmaysiz, to'g'rimi? Agar Shunaqa, siz borasiz, agar yana xuddi o'sha viza ofitseriga uchrab qolgan taqdiringizda ham borib aytishingiz kerak, agar sizga отказ bergan bo'lsa, "Sen bilan intervyu qilganman", chunki ular baribir bir xil qaraydi sizga, отказ bergan bo'lsa, yana отказ beradi. Shu ikkinchisida borganimda boshida so'ragan, "Nima o'zi Amerikaga ketishingdan maqsad nima?" deb shunday savol berganda, endi ingliz tilida yaxshi javob berganimda, "Sani vizangni renew qilsanmi deb o'ylab, men sen native speakermisan deb o'ylaganman" degan. Shunaqa o'shadan o'sha friendly anaqa environmentga kirib ketganman viza ofitser bilan. Bir 5 minutchami, 7 minutcha bo'lgan intervyuimiz. Shu bilan vizani olib chiqqanman. Uydagilar xursand. Chiqqanimda oyim yig'laganlar, to'g'risi. Ko'z yoshini tiya olmasdan. Endi bu xursandchilik boshqacha bo'lgan. Menda emotsiya haligacha ishonmaganman. Esimda bor, Diyorbek aka bilan gaplashganman. Aytaman, Diyorbek aka, cho'ta his qilmayapman deyapman-da. Nima bo'ldi? Olib chiqdim, bo'ldi. Hech yo'li bo'lgan yo'q edi. Keyin Diyorbek aka aytganlar, "Shu Amerikaga kelganingdan keyin bilasan" degan. Shunaqa. Bilasizmi, sizni olib chiqqaningiz ikkinchi urinishda boshqalarga ham ta'sir qilgan. Qanaqa? Shunaqa. Bundan oldin Abdurahmon bilan gaplashdik, ular ham ikkinchi urinishda olib chiqdilar. Xuddi shunaqa. Agar siz bunaqa tavakkal qilmaganingizda, уже ko'pchilik уже chetga chiqib ketgan bo'lardi. Baribir ham уже Toshkentdan bermaydi degan mindset bilan chiqib ketgan bo'lardi. Ibrat aka borganman siz Diyorbek aka bilan. Demak, sizda qanchadir yil o'rtada gap year bo'lgan, ya'ni o'sha bo'shliq bo'lgan universitetga kirguncha, to'g'rimi? Shunaqa. O'sha haqida qanaqa ta'sir qilmaganmi gap year? Misol uchun ko'pchilik aytadi, "Menda necha yil o'tib ketdi, maktab bitirgandan keyin viza bermay qoladi" deb ko'pchilik cho'chishadi. O'sha haqida gapirib bering. Sizda qancha gap year bo'lgan o'zi? Undan keyin qanaqa proseslar bo'lgan? O'sha gap yearda o'zi nima qilganingiz haqida gapirsangiz. O'zi aslida universitetda, maktabda 2022-yil mayda bitirganman. Undan keyingi holatda o'rtada ancha pauza bo'lgan. Va bu gap yerda men ingliz tilini maktab bitiryapti turgan paytimda 7 bor edi. Uni kuchaytirganman keyinchalik. Va buni kuchaytirish uchun birinchi bo'lib teaching sohasiga kirganman, o'quv markazida o'qituvchilik qilib. Ya'ni o'sha gap year payti siz ingliz tilini o'rgatgansiz, to'g'rimi? Ha, ingliz tili o'quvchilarga o'rgatganman. 2 yillik davomida o'sha teaching bo'lgan. 2 yillik teaching davomida o'zi ko'p o'ylaganman. Universitet topshirish davomida viza o'zim topshirganman dedim bundan oldingi nimasida. O'zim universitet topshirganlarimda gap year juda ham o'ylantirgan. Viza hozir topshiradigan bo'lsam, gap yearim borligi uchun отказ olaman degan narsa bo'lgan. Bu juda ham ko'pchilikda tushadigan narsa. Misol gap yearim bor, shuning uchun viza olishim ehtimolim juda ham kam deydi. Lekin men aslida vizani misol olib chiqqanman 3 yil gap year bilan. Xuddi siz kabi. Menda ham gap year bo'lgan. Siz gap year so'rab qolishi mumkin edi, misol uchun viza shunaqa. Intervyuda, to'g'rimi? Siz qanaqa javob bermoqchisiz haqida gapiring, chunki gap year haqida gapiryapmiz, uni javobini ham qanaqa berishni ham tushuntirib ketishimiz kerak edi, baribir viza olgan odam sifatida. Gap yearda endi ular bilishni xohlagan narsa, u student maktab bitirgandan keyin bo'sh qolmaganmi? Ya'ni qaysidir o'z qiziqishi bo'yicha nima qilgan? Shu narsani bilishni xohlaydi. Va men bu narsaga o'sha teaching haqida gapirganman va o'zim soham bo'yicha ozgina o'rganganman. Ya'ni computer science, ozgina kodingni dasturlashni o'rganib borganman. Demak, sizdan gap yearni so'rashgan, gap yeardan. Albatta, so'rashgan. Mendan so'rashmagan, lekin menda javob nima bo'lardi? Men o'sha gap year payti 3 yil bo'lgan menda ham. Futbol o'ynaganman, o'sha haqida gapirmoqchi bo'lganman. Agarda sizlarda ham gap yearda qanaqadir aktivite qilgan bo'lsanglar yoki sportga borgan bo'lsangiz, o'shani gapirsanglar bo'ladi yoki o'sha siz aytgandek teaching bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha juda kattaroq ishlar bilan gapirish kerak. Misol uchun ko'pchilik aytadi, ingliz tilini o'rganganman, SAT ga tayyorlanganman deydi. Lekin bu gap yearga bilmadim, to'g'ri keladi deb o'ylamayman, chunki bu oddiy narsalar. Joy unaqa ko'p vaqt oladigan narsa emas. Misol uchun ingliz tilini o'rganish kuniga 2 soat, 3 soat ketishi mumkin. O'shaning uchun u narsalar o'rniga mana shunaqa kattaroq ishlar bilan shug'ullangan bo'lsanglar, shunaqa narsalarni gapirganingiz ma'qul. Amerikaga birinchi kelganingizda taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Amerikaga birinchi kelganimda taassurotlarim вообще zo'r bo'ldi. Birinchi ochiladi bu barcha skyscraperlar bo'ldi, baland-baland binolari. Keyingisi ular road tripga chiqdi 2 kun. Вообще u
nerealniy emotsiya bo'ldi, chunki yo'llari вообще tekis, 2 kun yurgan bo'lsak ham qanaqa bilinmadi вообще. Amerika kelishingiz oldin qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Nima o'qishga topshirish bo'yichami? Mhm. Manda o'qishga topshirish bo'yicha faqat shu personal statement и recommendation letter bilan yozishda qiyinchilik bo'lgan, lekin o'sha Ya'ni personal statement bu o'zingiz haqingizda insho, recommendation letter bu siz ustozlaringizdan shunaqa tavsiyanoma. tavsiyanoma uchun qiyinchilik bo'lgan. Lekin uni ham hal qildik. Real Consulting o'zi yordam berib, hammasini cho'tki qilib yozib berib, 100% garant yutishimizga sababchi bo'ldi. Yaxshi. Uydagilaringiz qanaqa qarashgan? Misol uchun bir xillarda Amerika kelishga uydagilari ozgina qarshi bo'lishadi, shunaqa. Amerika kelishimga qarshi emaslar, vizadan qo'rqib turishgandi ular ham, chunki yoshligimdan shu maktab paytimda Amerikaga qiziqardim, uchun uydagilarning xabari bor edi. Shtobiki viza haqida sal ma'lumotga ega edilar. Shuning uchun viza olish qiyinligini bilishardi, shu uchun sal qarshi bo'lishdi. Lekin Amerikaga o'qish, kelish haqida uncha qarshi emaslar. Shu viza olishing qiyinlashadi, waste of time deb o'ylashgandi, lekin unaqa emas. Endi isbotlashga harakat qilib, Xudoga shukr, Alloh yuzimizni yorug' qilib keldik. Endi uydagilar bilishgan ekan viza olish qiyinligini. Misol uchun meni uydagilar bilishmagan viza olish qiyinligini. Qanaqa bo'lgan, misol uchun uydagilar bilgan viza olish qiyinligini. Bitta viza olib chiqdingiz, uydagilarga sразу telefon qilyapsiz. Qanaqa emotsiyalar o'sha? Emotsiya вообще zo'r bo'lgan. Birinchi ochrat oyimdan telefon qilganman. Yig'lab yuborganlar. Yo'q, bu yoqqa kelganda native speakerlar bilan gaplashish qanaqa bo'ldi? Qiynalmadingizmi? Gaplash boshida qiyin bo'ldi, bir oycha qiyin bo'ldi, keyinchalik moslashib ketdik. U oddiy so'zlarga ham tushunmayapmiz-da. Shu вообще tillar g'alati ekan, shunaqa. Ko'proq ingliz tiliga praktik qilish kerak. Shunaqa IELTS bilan bu yoqni native speakerlar вообще boshqacha. Siz nimalar hayron qoldirdi Amerika kelganingizda? Chunki Amerika birinchi davlat to'g'ri, O'zbekistondan keyingi boshqa davlatga chiqmagansiz undan oldin. Da, birinchi marta shunda ko'chaga chiqdim, Amerikaga kelib qoldim. Qiziq bo'ldi shunisi ham. Xo'p, bu yerga kelganda menda culture shock bo'lgan narsalardan bittasi bu odamlarda ko'pincha deyarli har doim mashinada yurishlari. Bu yerda O'zbekistondagiga o'xshab ko'p peshkom yuradiganlar juda ham kam va agar mashinangiz bo'lmasa, u yoqqa borishingiz juda ham katta problema bo'lishi mumkin. Asosiy sababi deb o'ylayman, bu yerda maydonlar, yer maydonlari kattaligi, Albatta-da. shunaqa narsa deb o'ylayman. Bu yoqqa kelgandan keyin baribir ham eng kerakli bo'ladigan narsa birinchi o'rinda mashina olish kerak, to'g'rimi? Albatta, mashina bo'lmasa juda ham qiyin ekan. Avval videolarda ko'rardim, boshqa bo'lardi, endi nima deydi? Ular просто bo'rtib gapirib qo'yapsa, videoda mashina bo'lish shart emas dedim. Kelganimdan keyin o'zim bildim, his qildim, ya'ni bu yerda mashinasiz iloj juda ham qiyin. O'zi hozir universitetda majoringiz qanaqa? Ya'ni qanaqa yo'nalishda o'qiysiz? Kelajakda nima planlar bilan keldingiz o'zi Amerikaga o'sha? Hop, hozirda meni yo'nalishim Computer Science and Information Technologies deb ataladi, ya'ni IT desa ham bo'ladi qisqa qilib aytganda. Hozircha endi kelajakda undecided, ya'ni hali bir qarorga kelmaganman. Hozircha faqat o'qiyapmiz. Amerikaga endi talaba bo'lib kelmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat berasiz? Nima qiyinchiliklarga tayyor bo'lish kerak? Xo'p, meni aytmoqchi bo'lgan birinchi maslahatim, ya'ni IELTS ga yopishib qolmasligiga maslahat bergan bo'lardim. Ko'pchilik aytadi, mana universitetga qanaqa IELTS daraja kerak yoki-da 5,5 yetadimi? Shunaqa ko'p savollar bo'ladi-da. O'zi IELTS shunchaki til sertifikati Amerikaga kelganida u sizlarning bilim darajalarini ham aniqlab beradigan narsa emas. IELTS requirementlar qanaqa bo'lish kerak? Misol uchun Duolingo, IELTS, TOEFL kerak, to'g'rimi? Amerika universitetiga. Eng kamida necha kerak bo'ladi? IELTS dan Duolingodan shu haqida bilsangiz agar aytib bering. Xo'p, meni bilganimcha, ya'ni eng minimum ballar IELTS dan 5,5 olsangiz yetadi va Duolingodan minimum 100 ball. Shu bilan, ya'ni bu qanaqa endi siz IELTS bu sizni ingliz tilini tushunish darajangiz xolos-da. Bu kelganingizda sizga grant olib bermaydi yoki boshqa qilmaydi. Uning uchun alohida boshqa sabablar bor. O'shalarni qilsa keyin grant olish mumkin. Endi Amerika universitetiga topshirayotgan hamma narsa bor. English proficiency degan narsa bor. O'shang просто птичка uchun kerak bo'ladi. U IELTS o'sha narsa. Xuddi shunaqa. Bu yoqqa kelganingizda IELTS unsiz ham bo'ladi. IELTS degan narsa albatta kerak emas. Amerika viza olish juda qiyin, to'g'rimi? Sizda qanaqa bo'lgan o'sha jarayon? Shu haqida gapirib bering. Qanaqa qiyinchiliklar o'tgansiz? Juda ham boshqacha bo'lgan. To'g'risi gap yerdan keyin Diyor aka bilan necha marta gaplashgan bo'lsam, eng kamida shu savolni 10 marta so'raganman. Diyor aka gap yerim bor. Ololmasam kerak. Ishonmaganman, misol gap yer bilan. Bizda juda ham katta mis bo'lib qolgan bu narsa, liga mish-mish bo'lib qolgan. Gap yering bor, ola olmaysan. Lekin possible bu, bo'ladigan narsa, bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, olsa bo'ladi bu narsani. Viza tayyorgarlikda misol bir marta emas, 2 marta o'tkazib olib chiqaman. Ketma-ket 2 marta o'tkazdan keyin ikkalasida ham Toshkentda bo'lgan. Uchinchisiga kirganman. Uchinchisida ham Toshkentga olgansiz. Uchinchisida ham kirib Toshkentdan olib chiqaman. Shunda ham anaqa nima, misol uchun ikkita уже
Откazdan keyin ko'pchilik boray уже bittani o'zida chiqib ketib qolishadi ko'pchilik Juda ham ko'pchilik ishonmaydi. Hatto o'zimga o'zim ishonmay qolgan paytlarim bo'lgan, lekin yaxshi mana uydagilarni qo'llab-quvvatlashi va bu narsa juda ham katta ta'sir qiladi. Uydagilar qo'llab-quvvatlab tursa, qila olasiz. Chunki ular ishonchi. o'zi ko'pchilik uydagilar Amerika ketishiga ham ruxsat berishmaydi. Sizda uydagilar juda supportiv bo'lish kerak, ya'ni qo'llab. Ayniqsa akam juda ham ikkinchi отказ olganimdan keyin men o'zim topshirmoqchi bo'lmaganman, to'g'risi. Уже Amerika bo'ldi, o'qiladi. O'zi teaching soham yaxshi ekan. Teaching bo'yicha ketaman degan narsa bor edi. Akam topshirasan deb majburlagan. Desam ham bo'ladi. Ya'ni 3-chiga kirganimda hech qanaqa hayajonsiz, juda ham katta confidence bilan kirganman. Отказ bersang ber. Bo'lmasa vizamni ber. Shu narsa bo'lgan. 3-chida olib chiqyapman. Universitetimga bir hafta qolgan boshlanishiga. 14-yanvar kuni. Dadamlar Rossiyada edi. Emotsiyalar vobshe bo'lgan. Dadam Rossiyada, telefon qilyapman. Boshida 2 marta откazim olganim biladi. 3-chida ham qandaydir откazga o'xshatib telefon qilganman. Kayfiyat tushirib. Surprise bo'lgan. Dadam o'z yuzimdan bilgan, отказ bo'lganday deb turib, oxirida aytganman. Ishonmagan. Ko'rsatganman. Haligi qizil qog'ozcha beradi. Tasdiqlandi degan. Shu qog'ozchani ko'rgandan keyin ishonganda 14-kuni olgan bo'lsam, ertasi kuni Rossiyadan O'zbekistonga kirib kelgan. Bir kun ichida. Bir kun ichida tushib kelganlar. Biletni. Уже bu hayotni o'zgartira oladigan qarorlardan bittasi bo'ladi o'zi Amerikaga kelish. Aytyapsiz, to'g'ri, agar taslim bo'lishimga ozgina qolgan deyapsiz, teaching o'sha o'qituvchilik qilib yuraveraman degansiz. И вот Amerikaga keldingiz, qiyinchiliklar ko'rsiz, qaysidir ma'noda o'qishlarni ko'ryapsiz. Afsuslanmadingizmi yoki qanaqa birinchi o'zingiz taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi misol uchun? Undan ko'ra baribir ko'pchilik kelganda birinchi depressiyaga tushib qolishadi. Chunki katta davlat, odamlar boshqa, o'rtoqlar orttirish qiyin. Shunaqa bo'lib qoladi. Sizda ham bo'lmaganmi? Voy, nimaga keldim o'zi bu yoqqa? Undan ko'ra shu tinchgina O'zbekistonda, yaqinlarim oldida o'sha teaching o'qitib yursam bo'lmasmidi ingliz tilini degan fikrlar bo'lmaganmi? O'sha qanaqa bo'lgan? Shunaqa gaping. Boshlanish birinchi oyda bo'ldi bu narsalar. Chunki kelyapman. Birinchidan climate iqlim ta'sir qildi. 3 marta kasal bo'ldim ketma-ket. Og'rib qoldim. Bundan keyingi holatda ko'ryapman. Yashash independence bor, o'zingizga o'zingiz mustaqil bo'lasiz. Mustaqil hayot oldimga kelyapti. O'zimizda deylik, hech narsa ko'p ishni o'zim qilmasdim. Uydagilar qilib berardi, hatto misol uchun dasturxonni o'zim solmas edim. Yog'igacha qilib berishardi. Oyoq kiyimgacha artib berishardi. U umuman uy ishlari boshqa narsa yo'q edi. Lekin bu yoqqa kelib mustaqil hayot, hamma narsani o'zim qilishim kerak. Ba'zida regret qilganman, lekin qiyinchilik hamma yoqda bor. Taroziga solib turganimda benefitlari ko'proq bu yoqdagi ko'p chiqqan. Aytdingiz-ku, viza officer like speakingga hayron qoldi, gapirishdi. O'zi speakingni qanaqa kuchaytirgansiz? O'sha haqida gapiring. Speaking viza officer ham aytib o'rgan. Kuchli ekan. Endi IELTSga o'zi aslida men IELTSga 8 oy tayyorlanganman-da. Wow. Bitta 7,5 uchun-da. Endi men boshida 8 ga harakat qilganman, shunaqa bo'lib qolgan. Bizda ham endi boshida Amerika universitetlariga topshirishdan oldin shunaqa mindset bo'lgan. Hozir hammada shunaqa-yu, lekin o'shani to'g'rilash kerak. Bitta IELTS sertifikatini o'z bilan Amerikaga kelib turib, bunaqa 100% grant yutish u impossible narsa-da. Chunki IELTS bu faqat bu sizni til sertifikati, tilingizni просто Amerikada professorlar bilan bemalol gaplashib, ingliz tilida dars o'tsa bo'ladi. Bilasizmi o'zi nima ustunroq turadi IELTSdan ham ko'ra Amerika universitetiga kirishga? SATmi? Yo'q, GPA. GPA, to'g'ri, maktab baholari. Endi menda maktab baholarida muammo bo'lmagan. Yaxshi, maktabda ham eplaganman, IELTSni ham bittada olib ketganman ikkalasini. Endi speakingga keladigan bo'lsak, qanday kuchaytirganman? Men ko'pincha o'zimga o'zim ko'p gaplashardim. Masalan, bo'sh vaqtim bo'lganda ham, masalan, daily rutinimni inglizchada o'zim gapirib berardim yoki masalan ko'pincha shadowing qilardim. Bu masalan bitta YouTube video qo'yib olasizmi, kino qo'yib olasizmi? U yerda native speakerlar nima desa, siz ham ularning orqasidan gapirasiz, qaytarasiz nima deganini. Shunaqa endi men speakingimni oshirganman. Keyin ko'pincha menda shunaqa bo'lgan, ko'chada native speakerlarni ko'rib qolsam, endi bizda Toshkentda gostinitsalarda ko'pincha amerikaliklar yashardi. Chiqib turib ozgincha gapirardim. Shu bilan menda o'rganib ketganman. Zo'r. Shu metodingiz shunaqa bo'lgan ingliz. Shunaqa bo'lganda. Yaxshi. Вот vizalar olindi, hamma xursand. Amerikaga kelganingizda birinchi narsalar nima hayron qoldirdi sizni? Bo'lib ham birinchi Nyu-Yorkka qo'nganmiz. Shunaqa birinchi bo'lib, men Toshkentdan endi O'zbekistondan boshqa davlatga chiqmaganman. Birinchisi bo'lgan. Birinchisi bo'lgan Amerika. Endi birinchi unique experience nima bo'lgan? Kiroman border control bo'ladi.
Amerikada shunaqa aeroportdan tushganingizdan keyin so'roq savol so'raydi. Qayerga ketyapsan? Manziling bilasanmi deb so'raydi. O'shanda mendan shunaqa savol so'rab qolgan, chemodaningda ichida nima bor degan, yeydigan narsalardan so'ragan. Endi men quruq banan deb qolganman. Menda o'sha bodom, ya'ni yong'oq o'sha narsa bo'lgan, banan ham bo'lgan endi. O'shani aytsam, to'xta degan, seni tekshiramiz deb turib, esimda bor, mendan keyin Diyorbek aka bilan Asadbek turgan. Shunda eshikni yopganda meni boshqa bitta xonaga olib ketgan. O'sha yerda bir 15 minutcha kutganman-da. Keyin yana bir marta chemodanimni tekshirgan, hammasi yaxshi bo'lgan. Bo'ldi, shu bilan qo'yib yuborgan. Shunda Amerikaga meva-chevalar olib kelsa bo'ladi. O'zi Amerikaga nimalar olib kelsa bo'lmaydi. Men eksperiyensim bo'yicha kolbasa, go'shtli mahsulotlar va suvli mahsulotlar olib kelish mumkin emas, chunki o'zi men bu anaqada kontroldan o'tayotgan paytda ko'rinmay qoladi, ichga narsa qilib kelgan bo'lishi mumkin. O'sha narsadan ehtiyot bo'lishinglar kerak. Nondan ham mumkin emas, non olib kirish mumkin. Non yo'q, menimcha mumkin. Chunki non olib kirganlar ko'p bo'lgan. Yaxshi, yonsa shu go'sht bilan suvli go'shtli mahsulotlar o'shalar mumkin emas. Chunki ko'zingiz oldida shundan musorga tashlab yuboradi. Endi xarajatlarga keladigan bo'lsa, juda ko'pchiligiga qiziq. Eng ko'p beriladigan savol. Eng ko'p savol o'zimga berishadi. Xarajatlar qanaqa bo'lgan sizda? Necha pul ketdi? Shu savol. Endi mana bunaqa narsa. Bu gapni juda ko'p aytaman. Aeroportda bundan oldingi intervyularda ham aytganman. Aeroportda bizga shunaqa deyishdi-da, undan tashqari juda ko'pchilik aytadi, dadasini bolasida boy bo'lish kerak edi, Amerikaga ketishga oddiy odamni bolasi Amerikaga keta olmaydi deyshadi. Chunki o'zlari bilmaydi qanaqa bo'ladi o'zi Amerika topshiriq, даже Amerika universitetlari haqida umuman ma'lumot bilmaydigan odamlar, umuman umrida harakat qilib ko'rmagan odamlar imенно sizni xohlamaydi kelishingizni. Siz o'sha kelganingizdan keyin qanaqadir ma'noda bahonalar qiladi, o'zini ya'ni tinchlantirish uchun nimadir qilmoqchi bo'lishadi, nimadir gaplar gapirishadi. O'shanga qanaqa qaraysiz? Haqiqatdan rostini gapiradigan bo'lsa juda katta xarajat ketadimi, yo'qmi, yoki rostdan ham boyi bolasi bo'lish kerakmi, yoki kimdirlar bo'lish kerakmi? O'sha haqida gapirib Asli eng ko'p beriladigan narsa Amerikaga kelganlarda ikki xil odam keladi Amerikaga. Birinchisi orqasida tanki borlar, ikkinchisi geniylar keladi deydi. Bu qasddan ma'noda to'g'ri, lekin tankiz bo'lishi shart emas. Chunki juda ham katta xarajat ketmaydi. Xarajat misol ochiqchasiga aytiladigan bo'lsa, qancha ketdi? Vizani o'zini to'lovlari bor, buni har qanaqa topshiradigan odam to'laydi. Vizani o'zini to'lovlari bor, konsalting xizmati va kelganimdan keyin universitetimdan 100% grant yutganligim bu katta plyus bo'ldi menga kam xarajat to'lashim uchun. Agar siz ham 100% grant olib keladigan bo'lsangiz, bu yerda muammo bo'lmaydi. Ya'ni nima qolyapti oz to'lovdan? Faqat shu oldin aytganimdek yashash, turar joyniki va yeb ichishga qolyapti. Va bu yerda o'zining insurance feelari bor. Shular. Ularni ham plan qilib, bo'lib to'lasa bo'ladi bu yerda. Bu yerda flexible, ya'ni kelishingga to'la deb aytmaydi hech qaysi universitet. Extended period beradi, ya'ni uzaytirilgan muddat. To'lab borsangiz bo'ladi buni qanchadir muddat ichida. Bu juda ham katta qulaylik, ayniqsa misol o'rtamiyona oiladan kelgan o'quvchi uchun keladi, bu yerda holatni ko'rib, o'zini o'zi qo'lga olgandan keyin, oyoqqa turganidan keyin ham to'lasa bo'ladi bu pulni. Bu juda ham katta qulaylik Amerikani. Demak, Amerikaga kelish boy bo'lish shart emas. O'rta sharoitdagi oilalar ham bemalol Amerikaga kelib o'qisa bo'ladi. Shunaqa. Amerikaga mana baribir ham gap yillar siz ko'proq qiyinchiliklar haqida gapirdik. Qanaqa qiyinchiliklarga tayyor bo'lish kerak Amerikaga kelmoqchi bo'lganlar? Nima maslahat berasiz sizdan keyin kelmoqchi bo'lganlarga? Regret qilgan narsalar, mana shuni O'zbekistonda qilib qo'ysam bo'lar ekan kelishimdan oldin degan narsalar bo'lganmi? Umumiy o'zi qanaqa maslahat berasiz kelmoqchi bo'lganlarga o'sha haqida gapiring. O'zim teaching sohasida bo'lganligim uchun shu soha bo'yicha ozgina gapiraman. Juda ham ko'p o'quvchilar vaqtini bekordan bekorga ingliz tilini o'qib, ya'ni ingliz tili emas, IELTS o'ziga sarflab juda katta xato qilishadi. O'zim ham o'quvchilarim juda ham ko'plar shu sohada qatib qolishgan. IELTS topshiraman, baland ball olaman, bo'ldi, kelaman, zo'r grant bilan o'qiyman. IELTS bu shunchaki siz aytganingiz bitta bitishga xolos, English requirement. Bu sohada uzoq qolib ketmasliklarini xohlardim. Ya'ni ingliz tilisini IELTS sertifikatini olsin va Duolingosini olsin. Undan keyingi etaplar hali ko'p. Va agar iloji bo'lsa, hunar, ya'ni qaysidir holatda o'zi uchun, balki misol uchun shu uy ishlaridan bo'lishi mumkin, cooking, ya'ni pishir, independence bo'ladi. Mustaqillik, baribir o'zingiz hayotingiz bo'ladi, o'zingizga o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Shu narsalarga tayyor bo'lib kelish kerak. Har tomonlama. Yana bitta narsa, Amerikaga kelganda eng kerakli bo'ladigan narsa bu Amerikada o'z mashinasi yurolmaydi. Iloji boricha O'zbekistonda mashina haydashni o'rganib kelganinglar ma'qul, chunki bu yerga kelib baribir ham o'sha sinov topshiriladi, boshqa narsa eng must do, ya'ni qilib
kelgandan keyin qilish shart bo'lgan narsalar. Misol uchun o'zim ancha mashina haydab yurganman O'zbekistonda. Kelishim bilan o'sha test drive'dan ham o'tib ketib, bittada o'tib ketganman boshqa amaliyot, ya'ni nazariy testlardan ham bittada o'tib ketganman. O'sha narsani ham tavsiya beramiz. Qanaqa yana tavsiya berasiz sizlarga kelish uchun? Yaxshi konsalting topishlarini. Albatta, yaxshi konsalting bilan kelishinglarni Real maslahat konsalting. beraman. Bizga aloqaga chiqsanglar, o'zimiz xudo xolasa 100% qo'shib yutib beramiz. Viza tayyorlash jarayonlarida ham yordam beramiz. Rezultatlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Men Amerikaga kelish uchun Real Consulting izlaysiz. Amerikaga kelish uchun albatta real consulting bilan ishlash kerak. yaxshi, rahmat. O'qishlaringizga omad, bro. Charchanishlaringizga, ishlaringizga, kelajakda omad. Amerikada ko'rishguncha.